Jamshid aka, aksariyat mijozlarda shu holat kuzatilgan. Rangni do'kondan tanlashadi, uyga borib surkashgandan keyin boshqacha bo'lib qoladi. O'zi buning sababi nima? To'g'ri aytasiz, bu global muammolardan desak ham bo'laveradi. Bu yerda ko'pchilik boshqa rang berib yuborishgan deb o'ylashadi. Yo'q, bu unaqangi emas. Buni asosiy sababi xona osvesheniyasiga taqaladi. Xona osvesheniyasi deganimizda, oddiy misol, showroomimizda shunga ham yechim qilib qo'yganmiz. Showroom kelishadi, buni ko'rishadi rang. Xo'p, buni uyga borib bo'yashgandan keyin, deylik, mana men aytdimizdan sizga ko'rsataman. Bu rangda o'zini holatini ko'rishadi klientlar va yoqtirishadi mana shu holatda. Uyga olib borib turib, ko'pchilikda, misol uchun hozir limon rang ishlatishadi-da, limon rangni yoqib qo'yishgandan keyin o'zi u tanlagan rang boshqa deb o'ylab qolishadi, lekin bu osvesheniyani hisobiga rang o'zgartiradi. Отражение bo'ladi, отражаться qiladi va shunga yechim qilingan o'sha yoqtirishgan rangni shu yerda o'zida limon svetda qanaqa, sariq svetda qanaqa yokida oppoq holatda qanaqa turishini shu yerda o'zida ko'rib, tasavvur qilib sotib olish imkoniyatiga ega. Va shu siz aytgan muammolarga mana shunaqa showroomimizda chiroyli yechim qilib qo'yilgan. Bemalol shu bizning markazimizga kelib, xohlagan rangni tanlab, mana shunaqangi svetli joyimizda tanlab ko'rib olishlari mumkin bo'ladi.